Assalomu alaykum. Аңлаватқаныңlar тарихи тәзкире әсәр İdiqut o'g'lonlari Mo'yittilar jamiyati. Avtori Ömerjan Sidiq. Maqsud Mo'yitti. Davomi. Singim ig'izi bilan nahiya bozorining oraliqi 40 kilometr keladigan bo'lib, Şeڭse qo'shoni bu oraliqda uchirganlar odamni yosh qari, ayol demay etib chepib mandi. Maqsud Mo'yti va Hamdulla Damollam boshchiligidagi xalq fidoyilari qanchalik kuchi borligidan qat'iy nazar qilcha ikkilanmay dushmanni Turpan bozoriga hargiz kirgizmaymiz degan iroda bilan nahiya bozorining sharqiga joylashgan Munar atrofidagi Qanqa mahallasidan tortib Bag'ir va Bo'yliqcha saf tuzib turdi. Dushmanlar kelishi bilan urush boshlandi, lekin rasmiy tashkillanmagan va harbiy ta'lim-tarbiya ko'rmagan fidoyilar shuncha nachar qurollar bilan dushmanni to'sish yo'lida jon beryotsa, Mashimingning xili harbiy ta'lim-tarbiya ko'rgan askarlari biror soat urush qilmayla safni qo'yib berib, yaxshi ot, yaxshi miltiq va yetarlik o'qlar bilan Turpan bozoriga kirmay, Udul to'qsunga, ondan keyin Qora shaharga qarab qochdi. Bu ahvolni ko'rgan fidoyilardimi təvrinish bo'ldi. Natijada Turpan bozoridagi xalq fidoyilarining ulguralganlari tog' cho'llarga qochdi. Ulguralmaganlari Şeڭseyning zambarak o'qlari ostida qoldi. Maqsud Mo'ytimo sarkardilarini boshlab To'qsunga chekindi. Hamdulla Damollammo urushga xarajat qilish uchun xotin, bola chaqa, navrlarining zibu zinnatlarini elib bir yog'liqqa tugib, beliga chekkandan keyin To'qsunga kelib cho'ng qizi Ayxonning uyiga tushdi. Bola chaqalarini Aydin ko'lning Paqabuloq kentidagi karizlarni boshqarayotgan Savut Taji, Paltaxun, Abdurahmon qarilarning uylariga ko'chirib akilib qo'yib, ularga beliga chigib olgan bir yuzi kashtilik haram yog'liqini ko'rsatib, "Men jangda olimadiz shahid bo'lib ketsam, mushu yog'liqdan meni to'nivilinglar" deb vasiyat qildi. Bu qitim To'qsunga chekinganlar ichida To'qsun Shoh yezisliq Qosim Mirab, Qarasuvluq Shamaydil, Ismoil Axun qatorliqlarmu bor bo'lib, Qosim Mirabning otasi Uzun To'xtum mollani Jingshurinning askarlari etivatgan bo'lg'achqa, Qosim Mirab kuchlik g'azab nafrat, qisos o'tining da'vati bilan qo'zg'olonga qatnashgan va Hamdulla Damullamga agishib, bir qancha qitimliq janglarda qahramonlik ko'rsatgan edi. Ular To'qsunga chekinganda Jingshurinning 150 ga yaqin askari ularning keynidan qo'g'lab keldi. Qosim Mirab boshchiligidagi 10 necha palvon dushman bilan urusha chekinib ketavetib, dushmanning 20 necha odamini yo'qotdi. Qosim Mirabning otgan o'qi dushmanning oldida ketayotgan bayroqchisiga tegib, uni yer tishlatdi. Buning bilan dushmanlar texmo vahshiylashib, qo'zg'olonchilarni top bostirib qo'g'lab mandi. Palvonlar asta chekinib, Shoh yezisining Gungshang tavasidagi yer tugmanga qopsilib qoldi. Bu chog'da ularning hamrohlarimi jangda qazo tepib, faqat Qosim Mirab, Shamaydil, Ismoil Axun uchaylanlar qolgan edi. Bu uch qahramon tugmanga yaxshi joylashib olgandan keyin o'lsak shehid, qolsak g'ozi, dushmanga qat'iy taslim bo'lmaymiz, oxirgi tiniqimiz qolg'ucha etishimiz deb qasam qilishib jangga tayyorlandi. Ular oldi bilan tugman uylarining ichidagi limtoq, uyuq, yotgan ko'rpa, chiniqochlarni tizish uchun uy tomlarining ichiga yasab qo'yiladigan uyuqchilarni teshib, dushmanni qarg'a ilish o'rni yasadi. Kigizlarni suvga chilab ho'l qilgandan keyin o'ttirdan to'shuk ichib, ustiga kiyib olib, dushman o'qining xatiridan mudofialandi. Bu uch palvon mushu taqlidda tugmanni qorshib olgan 130 ga yaqin dushman bilan yarim kun qahramonlarcha jang qildi. Dushman har qancha qattiq hujum qilibmi, aplik o'rinni egallab, jon tikib kurash qilayotgan palvonlarni mag'lub qilolmadi. Aksicha, bu uch qahramon otqanla o'qini naq joyiga tekkizib, 40 tak dushmanni jahannamga uzatdi. Dushmanlar bir qancha granatni tungluqdan tugmanning ichiga etib edi. Palvonlar granatlarni darhol tutib olib, tezlik bilan idishdagi suvga tashlab, granatning o'tini o'chirib oldi.
Düşmanlar ahiri barğancha azlab ketayotgan odamlariga qarab beqib, bu uchaylarni bo'ysundirolmaydiganligiga ko'zi yetdi-da, quyrug'ini xado qilib chekinishga majbur bo'ldi. Düşmanlar qaytgandan keyin Qosim Mirab uchaylar tugumandan chiqib, Mahmud Mo'yti boshchiligidagi cho'ng qo'shinga qo'shilib, yana nurg'un janglarga qatnashdi. Shuningdan keyin qo'zg'olonchilar bilan Mashimin qo'shini o'ttirsidagi ittifoqlikqa daz ketdi. Qo'zg'olon boshlangandan tortib bir necha oygacha bo'lgan jarayonda fidoyilar Mashiminning adolatsizlik bilan qilayotgan ishlariga g'ulg'ula qilishib kelgan edi. Maqsud Mo'yti bo'lsa umumiy vaziyatni ko'zda tutib, norozi bo'lg'uchilarga cho'ng dushman oldimizda turibdi. Biz yanala ittifoq bo'layli, deb nasihat qilib kelgan edi. Mashiminning bu qitim Turpan bo'sog'isiga kelgan dushmanlarga yaxshi qurol yaroqlari va tarbiya ko'rgan askarlari bilan qarshi turmay, To'qsunga qochib ketishi fidoyilarning noroziligini texmi kuchaytiribdi. Mushundaq ahvolda qo'zg'olon rahbarlari kelishish orqali Mahmud Mo'yti boshchiligidagi Na'mat Xalfat, Abdulla Damulla Naimi, Abdumiyin Hoji, Niyoz Sharifi, Samat Hoji, G'ofur Ariz Hoji, Ahmad Maqsum, Mutiulla Axun, Hamdul Axun, Abdusami Zixuy qatorliqlar askarlari bilan Qarshaharga chekinish, Maqsud Mo'yti boshchiligidagi Hamdulla Damullam, Qurban Saidi, İbrahim Dorg'a, Polat Tuanjang, Ulitip Bey, Matsaid Wang, İskender Wang qatorliq 200 cha odam Qumulga kirib, Xo'janiyaz hojini Turpanga taklif qilib chiqish qaror qilindi. Bu qaror bo'yicha 1933 yili 2 oyning 4 kuni Maqsud Mo'yti Lukchunning janubidagi Dig'or degan yerdan qarasiga udullab minib, cho'l bayovonlarni kezib, Qumulga kirib ketdi. Mahmud Mo'yti Qarshaharga qarab yo'lga chiqdi. Şeňsey Turpan bozorida bir oydan ortiq turib, Turpan, To'qsun, Pichanlarda gumonlangan kishilarning hammasini tutib, Xumardan chiqqucha o'ltirgan. Ba'zi odamlarni aldab, hukumat sizlarga ishinidu, xizmat ko'rsatinglar, xizmat ko'rsatsanglar o'rninglarni o'stiraman. Kimda qurol bor, ma'lum qilinglar, deb ishqa solgan. Ishqa silib bo'lgandan keyin ularni o'ltirib, Urumchiga chiqib ketgan. 1933 yili 2 oyning o'ttirlarida Maqsud Mo'yti boshchiligidagi 200 cha odam qumliq cho'llarni kezib, Şeňsey askarlari bor joylardan agib o'tib, 1001 mushaqqatlarda Qumulning Sumqaga yezisiga yetib bordi. Şeňsey Qumul teg'idan Pichanga ketgandan keyin Xo'janiyaz hoji tog'dan tuzanga tushib, qo'shtikan karizini makon tutib, Sumqag'idagi Jingshurin askarlarga hujum qilayotgan ekan. Turpan, Pichan, To'qsundan borgan fidoyilar Xo'janiyaz hojini tavob qilib, bir kun dam olgandan keyin Qumulluq fidoyilar bilan billa Sumqaga sepilga hujumga o'tdi. Maqsud Mo'yti boshliq mo'tavarlar o'zlarining Qumulga kelishdagi muddao talablarini bayon qilish uchun qo'shtikan karizda qilib qoldi. Maqsud Mo'yti muvofiq paytda Xo'janiyaz hojiga maqsadini bayon qilib mundoq dedi: "Men Turpan, Pichan, To'qsunluqlarga vakolatan Xo'janiyaz hojimni Turpan, Pichan, To'qsunga taklif qilib keldim. Xo'janiyaz hojim boshliq Qumul xalqining Jingshurin hukumatining zulmiga qarshi qo'zg'olon qilib, urush qilayotganligiga 2 yil bo'lib qoldi. Qumul xalqining ko'rishidan ilhomlanib va uningga ovoz qo'shib, biz 3 noya xalqimi qo'zg'aldik. Endi qo'zg'olon bir viloyat bilanla cheklanib qolmay, butun Shinjong bo'yicha ko'tarilishi kerak. Shunda qilgandila Jingshurin hokimiyatini ag'dirayotgan bo'ladi. Xo'janiyaz hojimning nomi butun Shinjongga mashhur. Turpan, Pichan, To'qsun xalqi Xo'janiyaz hojimning yurtiga berishini qizg'in qarshi oladi. Hojim yurtimizga chiqib, ma'lum yerda bosh bo'lib turib bersa, ishni biz qilamiz. Hojimning Turpanga borganini Janubiy Shinjong xalqi anglasa, ularmi butunlay qo'zg'alib ketadi. Xo'janiyaz hojim bu talabni anglagandan keyin, biz ilgari Turpanga chiqib ketsak, Qumulda yana Jingshurinning bir qancha ming askari tursa, ular yurtni oyoq osti qilib, xalq ustidan qirg'inchilik yurgizadi deb andish qilgan edik. 3 kundan buyon 5 shahar, 12 tog' boshliqlari va yurt mo'tavarlari maslahatlashib,
Oxiri bir qism kuchni Turpanga chiqarish qaroriga keldik, deb javob berdi. Maqsud Moiti qo'sh tikan karizi yenidagi bir qumliqning ustida yonboshlab yetib, Qurban Saidiga o'zining Xo'janiyaz hojining Turpanga taklif qilishdagi maqsadini tushuntirib mundoq degan edi. Xo'janiyaz hojini Turpanga ilib chiqib, shaharga kirmay, chalqon tig'ida turg'izib, siling buni shu yerda qurimiz. O'zimiz bo'linib, partizan urushi qilib, urushni Janubiy Shinjongacha kengaytib, Janubni cho'qim qo'zg'atishimiz kerak. Ondan men Uchturpan chegarasiga berib, Sovet ittifoqidan yordam so'rayman. Ular bizga cho'qim yordam berdi. Xo'janiyaz hoji bir haftadan keyin bir qism odami bilan Turpanga bordiganligini uqtirdi. Turpanga Xo'janiyaz hojining yaqinlaridan Qurban Dorg'a, Niyoz Dorg'a, Fazil Dorg'a, Salih Dorg'a, Sopaxun va boshqalar bo'lib jami 100 necha odam bormoqchi bo'lgan edi. Amaliyotda 85 odam 3 noydan borgan 200 odamni qo'shganda jami 300 ga yaqin odam Turpanga qarab yo'lga chiqdi. Maqsud Moitining fikri Xo'janiyaz hojini Pichonga ilib chiqqandan keyin shaharga boshlab kirmay Chalqon teg'iga ilib chiqish edi. Chunki Xo'janiyaz hoji tog'da urush qilib ko'ngan bo'lib, shahar ichiga solinib qolsa, o'zlariga foydasiz ahvol yuz berishi mumkin edi. Lekin Lukchun Vangi Matsaid, inisi Iskandar Vanglar shahar sepili puxta, ozoq, to'liq, shunga qisqa muddat turib o'tsanglar, deb Xo'janiyaz hojini Lukchundagi ordisiga taklif qilib turib oldi. Xo'janiyaz hoji ularning taklifini rad qilolmay, Lukchunga hammaylarni boshlab bordi. Natijada tadbirlik qo'mondan Maqsud Moiti o'ylagan fojia oxiri yuz berib, uning Xo'janiyaz hojini shaharga akirmaslik fikrining nihoyatda to'g'ri ekanligi isbotlandi. Lekin bu haqiqat Maqsud Moitining qurbon bo'lishidan iborat tarixdagi zo'r fojia hisobiga isbotlandi. Lukchun shu chog'da sepili bar shahar bo'lib, sharqiy darvozasi, yuqorqi qovuq, shimoliy darvozasi, Yengshahar qovuqi, g'arbiy darvozasi, Tovanki qovuq, janubiy darvozasi, O'lan qovuqi deb ataladi. Jingshurinning Lukchundagi askarlari Pichonga yo'tkilib ketgachga, Lukchunda askar qolmagan edi. Shaharning g'arb tarafida Vang ordisi bo'lib, Xo'janiyaz hoji shu o'rdaga tushdi. Xo'janiyaz hojining Lukchunga kelganligini anglagan Turpan, Pichon, To'qsun xalqlari Lukchunga vakil avatib, Xo'janiyaz hojining qo'zg'alingini himoya qiladiganligini bildirdi. Xo'janiyaz hojini tavob qilib, fidoyi bo'ladiganlar, o'zini tizimga oldiradiganlarning oyog'i uzilmadi. Maqsud Moiti Qurban Saidni qarshi shaharga mangdirib, Mahmud Moitining tizdan qo'shin boshlab Turpanga kelishi haqida xat avatdi. O'zlari shahar mudofaasini mustahkamlab, shahar qovuqlarini taqab, qalin tom qo'pordi. Lukchun sepili Pichon shahar sepilidan necha cho'ng va egiz edi. Xo'janiyaz hoji butun askarlarni sepil ichiga o'rinlashtirib, hushyorlikni kuchaytdi. Shingsay tog' qoplini deb atalgan Xo'janiyaz hojining Lukchun ordisiga kirib so'langanligini uqib, tog'liq, tuzlanliklarda urush qilib o'rgangan Xo'janiyaz "Amdi qo'limdan qochib qutula olamdikin" deb cho't so'qdida, darhol oq o'rislardan tarkib topgan topchi qism va ig'ir yenik pulemyotlarining himoyasida Lukchunga yetib kelib, shiddatli hujum boshladi. Fidoyilar shahar sepilining ustida istehkomlarini mahkam saqlab, dushman bilan jon tikib urushdi. Urushning ikkinchi kuni Xo'janiyaz hoji Vang ordisining ustida urush vaziyatini kuzatib turganda, dushman taraf Xo'janiyaz hojining orda ustida borligini bilgandekla, ordini zambarak bilan o'qqa tutdi. Top o'qlari shahar markazidagi 500 yilga yaqin tarixga ega bo'lgan talayligan shoh, sulton, beg, Vanglarning saltanatiga illiq oshiyon bo'lgan qimmatlik madaniy meros egiz ordini kumpay-kum qilib tashladi. Hammalar yoqni gumbirlagan ovozlar qopladi. Orda to'p o'qida vayron bo'lganda, ordining kotibi Niyozka o'zi ko'z qarchuqidek asrab kelayotgan necha yuz yillik tarix xotirlangan qo'lyozmalar, muhim tarixiy hujjatlar, Abdurahim Nizoriy, Ahmad Baqi Axunlar Qusuri qatorliq mashhur o'limalarning qimmatlik asarlaridan ayrilishga ko'zi qaymay, bu meroslar bilan birga vayron bo'lishni tanlab oldi va asarlarni quchoqlaganicha kuyib ketdi.
Bu o'tda yana Matsaid Vangning otasi Imin Vangningmi tutqoqliq kasali qo'zg'alib qilib, o'tda kuyib o'ldi. Düşmanlar shaharni qattiq to'pqa tutgandan keyin ularning piyoda qismlari Sepil atrofidagi Azgal, Eriq, qabristonliq qatorliq afzal o'rinlarni dalda qilib, Sepilga qistab kelishga boshladi. Xo'janiyaz hoji va Maqsud Mo'ytilar marganlarni avatib, bir tal o'qni zoya ketkizmay, Sepilga yaqinlashib kelayotgan 100 ga yaqin oq o'rus askarlarini jahannamga uzatdi. Dal shu chog'da Sepil ustida Xo'janiyaz hoji bilan yonma-yon turgan Ulitib Bekka o'q tegib qurbon bo'ldi. Ba'zi materiallarda deyilishicha, bu o'q kayni tarafdan, ya'ni Sepil ichidan etilgan bo'lib, ordining harbiy ishlarga mas'ul bo'lgan Sulton Mahmud Vangning ikkinchi o'g'li Gung Xo'jining margini atgan ekan. Aslida shu kuni dushmanlar shaharni iskanjiga ilyotsa, Gung Xo'ja bir karida yo'q, o'rda ichida apyun chekib yotgan. Buningdan nafratlangan Xo'janiyaz hoji uningga bir qancha ig'iz qattiq gap qilgan. Gung Xo'ja buni adovat qilib, hojini qatlam qilmoqchi bo'lib, marginini ishqa solgan. Lekin bu nausta margan hojini ataman deb, uning yonida turgan Ulitib akini etib qo'ygan. Shuningdan keyin Maqsud Mo'yti "Hojikam Sepil ustida turmasa" deb iltimos qilib, Xo'janiyaz hojini boshqa yerga ko'chirdi. Sepil ustida yana yosh vaqtlarda chilishchilik, ovchilik bilan yuragi pishib, mahorati o'sib ketgan Hamdulla Damullam yo'g'on sallisni bir yonga yo'lab qo'yib, tera palay kiygan qo'llari bilan miltiqning paynikini chang tutib, Sepil to'shkidan dushmanga to'xtamay o'q etyotdi. Qo'zg'olonchilar qattiq qarshilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, askariy kuchining ojizligi, o'q-dora, yemak-ichmakning qisliqi tufaylidan dushmanlar bargancha qistab Sepilga yamishib chiqishga boshladi. Xo'janiyaz hoji qurbon bo'lib ketayotgan fidoyilarga, to'p o'qida begunoh qirilayotgan fuqarolarga qarab, urushning 3-kuni, ya'ni 3-oyning 8-kuni qo'zg'olonchilarga shaharni tashlab chiqib ketishga buyruq berdi. Shahardan chekinib chiqishga faqat janub tarafdagi o'lan qovoqlar imkoniyat beradi. Chunki shimol, sharq, g'arb taraflardagi boshqa qovoqlar kesak bilan etib etilgan bo'lib, dushmanlar bu qovoqlarga yaqin kelib qolgan. Ularning bu qovoqlarni o'rib, shaharga bostirib kirishiga ozda qolgan edi. Shunga otliq va piyodalar bo'lib, hammaylan o'lan qovoqi ichiga to'plandi. Odam ko'p, chechilang'u bo'lg'achqa tayyorlik ancha tiz bo'lmadi. Dal mushundaq hayot mamatliq paytda Maqsud Mo'yti oldi bilan Xo'janiyaz hojining qovoqdan chiqib ketishini talab qildi. Chunki bu chog'da dushmanlar 4 qovoqning atrofiga bo'linib ketgan. Qo'zg'olonchilarning qaysi qovoqdan qachon qochib chiqadiganligini bilmaydigan bo'lg'achqa, o'lan qovoq oldida o't kuchi ojiz, xatar bir qadar oz edi. Bundaq ahvolda birinchi turkumda Sepildan chiqqanlar dushmanlar bu qovoqning atrofiga yig'ilib bo'lgacha bexatar joyga birib olaydi. Shunga Maqsud Mo'yti Xo'janiyaz hojining unmag'iniga qo'ymay, qovuq oldiga ittirib, o'zlar qoplanning beshiga o'xshayla, bosh uzilsa tan tugishidi. O'zlarga xatar yetsa, bizning amdila boshlagan nusratlik ishlarimiz yo'q chiqidi. Shunga o'zlar hayot qolmaslar bo'lmaydi, chapsan bo'lsizlar, dedi. Xo'janiyaz hoji sabdishi Maqsud Mo'ytining o'zini beg'ishlash ruhidan ta'sirlanib, ko'zi qiymagan holda xo'shlashib, o'zining qumuldan birga chiqqan yaqin kishisi Niyoz dehqon bilan birga qo'l pilimutlaridan yomg'irdak o'q yog'dirganicha qovoqdan otsilib chiqdi. Qovoq ichilishi bilanla kalkundak etilib chiqayotgan qo'zg'olonchilar dastlabda ancha ziyonga uchramadi. Niyoz dehqon 2 o'g'li va 10 necha margan bilan billa 2 qo'lidagi 2 tapanchadan to'xtamay o'q etib, yaqin kelgan chiriklarni yer tishlatib, Xo'janiyaz hojini qo'g'diganicha qovoqdan xili uzoq ketdi. Lekin ko'p o'tmayla boshqa qovoqlarning atrofidagi oq o'rislar o'lan qovoqining oldiga ulgurib kelib, pilimutlarini 2 yonga tiklab, shahar ichidan qochib chiqayotgan kishilarni o'qqa tutishga boshladi. Qovuqdan chiqayotganlar bo'lsa, xuddi o'rg'oq tekkan qo'noq shexidek yiqilmoqda edi. Shaharning janub tarafi terilg'u etizi bo'lg'achqa, shahardan chiqqan kishi qarga ilinibla turadi. Otliq kishi o'zini daldiga olg'udek o'rin yo'q edi.
Orus askarlar agar etib ulguradiganlar bo'lsa, qovuqdan chiqqan birmi odam yoki ot hargiz saq qolmaydi. Qo'zg'olonchilarning oxiri uzilib, dushmanlar sepil ichiga bostirib kirganda, Maqsud Mo'yti fidoyilarning hammasining chiqib bo'lganligini ko'rib, ondan ot choptirib qovuqdan chiqdi. U qovuqdan chiqib 50 metrdek mengib, Gasilkamning eriqining bo'yiga kelganda, itiga o'q tegib yiqilib tushdi. U to'p-tuman ichida yanala chapdaslik bilan o'rnidan turib mangmoqchi bo'ldi-yu, keyni tarafda oq o'rislar tarafidan dahshatli qirilayotgan fuqarolarga qarab bir daqiqa turib qoldi. Bu chog'da dushmanlar Maqsud Mo'ytining atrofini yiroqdan qurshab kelayotgan bo'lsa-mu, uning ko'zlarida qo'rqishdan asarmi yo'q edi. Balki begunoh qirilayotgan xalqiga bo'lgan cheksiz echinish tuyg'usi aks etib turadi. Dal mushu daqiqada arqadan uchib kelgan ikki tal o'q uning ko'krigiga qadaldi. Xalqning bu qahramon o'g'li osmon palak ko'tarilgan chang to'zon ichida yo'g'on ko'zlari ochiq qolgan peti asta qiyisib yiqildi. Hamdullah Damullam Maqsud Mo'ytining sal oldida lukchunlik Toyir kigizchining o'g'li Ömer Qarim bilan oq bo'z etini uchqandek choptirib qovuqdan chiqqan edi. U 20 qadamcha mengib sepil sirtidagi jujamning daldisiga kelganda oq o'ris marganlari otgan bir pay o'q Damullamning peshonasiga tegdi. Damullam "Alloh" deganicha pale kiygan jonsiz qo'li bilan peshonasini tutib asta qing'iyib otdan yiqilib tushdi. Qo'lidagi palay qip-qizil qonga bo'yaldi. Shu qitimqi jangda yana Lukchundagi katta diniy zot Riqib Qazaxunum Turpan qo'zg'olonchilarining rahbarlaridan biri bo'lgan Tömür Jisa hojining o'g'li Simraxun qatorliqlarmi shahid bo'ldi. O'rus askarlari etizliqda yer to'playotgan G'eni Seti ismli hech bir gunohsiz ikki dehqon yigitnimi etib tashladi. Düşmanlar çekingandan keyin Tahir Kegizchi o'g'li Ömer Qarini izlab sepil sirtiga chiqib, o'g'lining Hamdulla Damullam bilan yulanginicha shahid bo'lganligini ko'rib, bu ikkilarning jasadini shu yerdagi bir kona yerlikka akirib qo'yib, Hamdulla Damullamning o'limini uning tuyuqdagi kuyug'li Hamdulla Qarajimga xabar qildi. Ular Hamdulla Damullamning meyitini olg'ili Lukchunga kelganda, Lukchun xalqi bu ulug' zot Lukchunda shahid bo'ldi. Shunga biz uning meyitini mushu yerga qo'yib mazar tiklaymiz, deb meyitni bergili unimidi. Amalsiz qolgan Hamdulla Qarajim bilan Abla Rais axunumlar ikki otqa chig'iriq yasab, uning meyitini kechisi o'g'irliqcha tuyuqqa yo'tkab kelib, Ashabul Kayf G'ojam mazarining yiniga dafn qildi. Eng ta'sirlik yeri Hamdulla Damullam shahid bo'lib, 3-chi kuni uning qadinas oq bo'z eti yovdaq holda Lukchundan qochib Turpandagi uyiga qaytib keldi. Hamdulla Damullamning qonliq paliyi oilasi Ayxonga yodgor bo'lib qoldi. Dushmanning o't kuchi oz vaqtida o'lan qovuqdan salomat chiqib, Dengja Karizning oldida Maqsud Mo'yti qatorliq hamrohlarini saqlayotgan Xo'janiyaz hoji biror soatdan keyin Maqsud Mo'ytining shahid bo'lganligini anglab, ko'zlaridan yomg'irdak yoshlarini to'kganicha, voy Maqsud, sen o'lgicha men o'lsam bo'lmasmidi? Sening gapingni anglab, mushu la'nat takkur shahrining ichiga kirmagan bo'lsam, sendan ayrilib qolmasdim. Isit qarindishim, meni deb shahid bo'lding'u, isit, deb yig'lab ketgan. Boshqa askarlarmi mehribon, chevar, mard yo'lboshchisi Maqsud Mo'ytining vafotiga qon yig'lab hozir aytishgan. Lekin dushmanlar qo'g'lab kelayotqachqa Maqsud Mo'ytining jasadini tepishga amalsiz qilib, Turpanga chekingan. Ertasi Shingsey askarlari Lukchunga kirib, shaharga o't qo'ygan va Wang ordisini tamoman ko'ydirayotgan. Askarlar 3 kungacha ko'chada uchirganlar odamni chop-chop qilgan. Xalqning o'ylarini bulang-talang qilgan. Bu jallodlar shu qitim ayol, qari yosh, kichik bola bo'lib, taxminan 1500 jonni chepib o'ltirgan. Maqsud Mo'ytining jasadini boshqalardan alohida farqlanib turadigan qiyofatidan Rossiyada tikilgan muvut paltosi, xurum o'tkidan to'nib olib, beshini kesib sazoyi qilgan va Turpan Yanshahar bozorining qovuq darvozasiga esib qo'ygan. Shingsey Lukchunda 3 kun qirg'in qilgandan keyin
qo'shinini boshlab Turpanға berib, u yerdimi qirg'inchilik qilgan. Dal mushu qirg'inchilikning eng dahshatligi Maqsud Moiti qurbon bo'lib, 3-kuni, ya'ni 13 mart kuni yuz bergan. Bu kuni Şiڭسەينىڭ Oq O'ris jallotlari o't yurak shoir Abduxoliq Uyg'ur boshliq Tömür Jisa Hoji, Namtulla Hoji, Avud aka, Aqshu Tungan, Niyoz Cho'qur qatorliq 17 kishini Yengishahar bozoridagi Qozixona masjidining oldida butxonaning yonida qilich bilan chepib o'ltirgan. Şiڭsەy Urumchiga ketishi bilanla qo'zg'olonchilar Maqsud Moitining boshsiz jasadini Ostonaga qaytirib keldi. Uning beshi Yengishahar shahar sepri darvozasiga esiqliq bo'lib, bu yerni dushmanlarning 2 askari kecha-kunduz qo'g'daydi. Mushundaq ahvolda Maqsud Moitining uyida ishlab, uning nurg'un yaxshiliklarini ko'rgan, g'amxo'rligiga erishgan Samat degan kishi bir kechasi Ostonadan otliq Turpan bozoriga berib, tun qorong'usidan foydalanib, sepildan ortilib tushgan va darvoza ustiga yamishib chiqib, Maqsud Moitining beshini dushmanlarga to'ydirmasdan ilib tushib, Ostonaga ilib kelgan. Shuning bilan Maqsud Moitining jasadi Ostona Xo'jam oldidagi Hazrati Alpatta Xo'jam mozoriga dafn qilingan. Xo'ja Niyoz hojining Maqsud Moitining vafotiga bu qadar qayg'urishidagi sabab shuki, birinchidan Maqsud Moiti shu chog'dagi qo'zg'olonchilar ichida bilimi eng yuqori, tashkilotchiligi hammadan kuchlik, tadbir choralik, aqlli kishi bo'lgan. U ommani uyushtirishda, tashviqot yurgizishda, rahbarlarga xos o'zini tutishda, har xil tabiqadagilarni ittifoqlashtirishda, vaziyatni mo'lcharlashda kam tepiladigan iqtidorga ega qaysar odam ekantoq. Uning vafoti shu chog'ning o'zidala emas, keyingi vaziyatlar uchunmi qo'zg'olonchilarning cho'ng talofati bo'ldi. Demak, Maqsud Moiti ilg'or fikrlik, chibar, mard, farosatlik, tadbirlik, bilimlik yo'lboshchi bo'lish sifati bilan Xo'ja Niyoz hojining muhim qo'ldishiga, kam bo'lsa bo'lmaydigan qo'mondoniga aylangan edi. Ikkinchidan, Xo'ja Niyoz hoji bilan Maqsud Moiti madrasada billa o'qigan saboqdosh, xili uzun yillik tarixga ega do'st bo'lib, ularning mehr muhabbati cho'nqur edi. 1907-yili Xo'ja Niyoz hoji Qumulda zulmga qarshi ko'tarilgan torpaqlar yig'iliqiga qatnashganligi uchun Qumul vang'i Shah Maqsud tarafidan tutish buyrug'i chiqarilgan. Xo'ja Niyoz hoji bu mezgilda panohlanish uchun To'qsonliq Isoq degan nom bilan Turpan Ostonaga kelib, Maqsud Moiti bilan bir madrasada o'qigan. 1917-yili u yana Temur xalifa qo'zg'olonga qatnashib, yana tutish buyrug'i chiqarilganda panohlanish uchun Oltoy orqali Sovet ittifoqiga chiqqan. Bu yerda tijorat bilan kelgan kona saboqdoshi Maqsud Moiti bilan uchrashib, uning vasitasi bilan Rossiyaning O'rta Osiyodagi Uyg'urlar ichida eng dastlabda qurilgan Kalta Chapanlar tashkiloti, Madaniyat parvarlar tashkiloti va Uyg'urlar ittifoqining asosli rahbarlari hamda 3-internatsionalning Uyg'ur vakili Abdulla Ro'ziboqiyev qatorliqlar bilan ko'rishgan ham suhbatda bo'lgan. Maqsud Moiti bilan birlikda Şinjanlik savdogarlar ko'proq bo'lgan Shamay, Zayson, To'qmoq, Qaraqul qatorliq joylarga berib, Şinjanlik savdogarlar bilan uchrashib, Şinjan vaziyati haqida muzokara olib borgan. Oktyabr inqilobining tajriba saboqlari bo'yicha Şinjanda inqilob olib berishni qaror qilgan. Xo'ja Niyoz hoji 1923-yilgacha Rossiyada turib, o'tkir siyosiy fikrlik, yuksak harbiy mahoratga ega, aql farosatli kishi bo'lib yetilgan. Keyin yana Xo'ja Niyoz hoji Urumchida Maqsud Moiti, Toyir Bey, Haydar apandilar bilan ko'rishib, Turpanda qo'zg'olon qilishni maslahatlashgan. Demak, Xo'ja Niyoz hoji bilan Maqsud Moiti nurg'un issiq sovuqlarni boshdan kechirib, maslakdosh, taqdirdosh do'stlardan bo'lib qolgan. Shunga Maqsud Moitining vafoti Xo'ja Niyoz hojiga qattiq ig'ir kelgan. Milodiya 1933-yili 3-oyning 8-kuni Uyg'ur xalqining faxrlik o'g'li, Yangi ma'rif harakatining peshvosi, mo'l bilimlik, yangilik parvar, taraqqiy parvar ziyoli, mustabid hokimiyatga qarshi ko'tarilgan dehqonlar qo'zg'olonining sarkardasi Maqsud Moiti Lukchun muasirasini bo'sib chiqish jingida
o'z xalqini qutquzish, inqilobning doisi Xo'janiyaz hojini qo'g'dash yo'lida 47 yoshida mardlarcha qurbon bo'ldi. Qimmatlik hayotini o'z xalqining ozodlik ishlari uchun mardlarcha taqdim qildi. Uning o'limi dehqonlar inqilobi uchun, Uyg'ur xalqi uchun zo'r yo'qotish edi. Davomi bor.